Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana biz o'z faoliyatimizda birinchi ishimizni boshladik. Sheriklar bilan. Biz kelgan xonadonda devor sho'rlagan, tushgan ekan. Mana shuni chiroyli qilib setkalab kafel qilib, qilib berishlikni kelishdi. Bitgan holatini ham ko'rsatamiz. Mana qadrdonlar, devorimizga gurum to'pkamizni berib oldik. Xudo xolasa bitgan jarayonni ham hal qo'yamiz. Mana qadrdonlar, bir silo yengil berib oldik setkadan oldin. Hozir endi mana setkamizni dubl bilan qoqib qatirib chiqamiz. Mana bu setka bo'lgan holati. Hozir bu tevasiga ham qirqib, mo'yona bilan birga setka qo'yamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana devorimiz nihoyasiga ham yetib bo'ldi. Endi faqat shu oqay berish qoldi. Mijozimiz oqay deganlar.